Ketdimi? Akalar, sizlarga bitta neobычный skuterni olib qo'ydim. Eng arzon narxda va bir dona faqat. Buni Toshkentdagi Armada do'konidan olib ketsanglar bo'ladi. Qaranglar, neobычный balonlarini kattaligi e'tiborga qo'yinglar. Xo'p, skuterimizga yangi lition akkumulyator qo'yilgan. Bitta zaryadkada 60-70 km masofa bosib o'tadi, maksimal tezligi 45-50 ga chiqadi. Juda ham sodda ishlangan. Tablosida faqatgina zaryadkani ko'rsatib turadi. Juda ham yumshoq, oshiqcha taqir tuqurlari yo'q, 3 ta skorsli bo'ladi. Faralari, xullas, tormozlari jitishli bo'ladi. Bir dona qolgan, faqat o'sha Toshkentdagi do'konimizdan olib ketsanglar bo'ladi. 2 kishilik bo'ladi akalar. Bu kechki payt sayrga chiqish uchun juda ham qulay skuter. Mana, ko'rishingiz mumkin, pashta skuterni qo'yib qo'ysanglar o'zi ham turaveradi. Mana. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bu skuterimiz narxini faqatgina Armada Motors obunachilari uchun $500 qilib beramiz akalar. Bunaqa narxga, lekin bunaqa skuter aniq topa olmaysizlar. Umuman yurmagan, endi ozgina turib qolgan-u, lekin yurmagan, 0 probegda. Endi to'g'risini aytib sotish kerak, lekin akkumulyatorlari yangi holatda, yangi qo'yilgan. $500 ga olib ketsanglar bo'ladi. Faqatgina bir dona akalar, bir dona ulgurib qolinglar, pastda raqam qoldirib qo'yganmiz. Telefon qilinglar va profilimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, yana ham zo'r skuterlarni sizlarga taqdim qilamiz. Ketdik.